Общий qancha pul ketdi deydigan bo'lsanglar, so'mda hisoblab beraman. So'mda 90 milliondan ozgina oshiqroq pul ketdi. Hech qanaqa karta qo'yganimiz yo'q, xalqdan yordam olganimiz yo'q. Hammasi o'zimiz yonimizdan 90 milliondan oshiqroq ketdi. Biz kutgandek sayohat bo'lyapti. Даже biz kutgandan ham ortiq sayohat bo'lyapti. Qiyinchilik bo'yicha ham, pul sarfi bo'yicha ham, hamma narsa bo'yicha biz kutgandan ham ortig'i bo'lyapti. O'shaning uchun biz Allohga tavakkal qilib, o'zimizning maqsadimiz bor. O'shaning uchun meni u yerim og'ridi, meni bu yerim og'ridi deb har videoda aytavermaymiz. Chunki bizning maqsadimiz bor edi. Bu narsalarni bilardik biz. Qiyin bo'lishini, ko'chada qolib ketishimiz, och qolib ketish, hamma narsani bilardik. O'shaning uchun hech narsadan nolimaymiz. Ba'zida aytib qo'yishimiz mumkin, u bunaqa bo'lyapti, bunaqa bo'lyapti. Chunki charchoqdan bo'ladi hamma narsa. Lekin hamma narsa ortig'i bilan bo'lyapti. Xudoga shukr. Xo'p, hozir dam olyapmiz. Kuniga 1 million 100 mingdan ko'p rasxod qilgan ekansiz-da. Kuniga biza 3 milliondan ham ko'p rasxod qilgan paytlarimiz bo'lgan. Qanaqadir bir tushunmovchiliklar bo'lib, mehmonxona mana shunaqa paytlar bo'lgan. Chunki hech qayerda yotishga joy topolmagan paytlarimiz bo'lgan. Bitta mehmonxonani 2 marta bron qilib qo'ygan paytlarimiz ham bo'lgan. Chunki mehmonxonada qolmasak, zaryadlarimiz o'chgan, ya'ni tog'li zonada qolib ketgan paytlarimiz bo'lgan, shunaqa paytlar. O'shaning uchun 3 milliongacha rasxod qilgan kunlarimiz bo'lgan. Prosta tak mehmonxona, yeb ichishga, chunki hech qanaqa bir magazin bo'lmagan, restoran bo'lmagan, faqat qimmat restoranlarga to'g'ri kelib qolganmiz. O'shaning uchun kirib, o'lib qolmaslik uchun to'g'ri aytganda shunaqa rasxodlar qilganmiz ba'zida. Nimaga gretlikni tanladingiz? Oilangiz oldida o'tirsangiz ham bo'ladi-yu. Bu gretlikni tanlash uchun imonni ko'chada yurish shart emas. Oilangiz oldida o'tirib ham qanaqa gret bo'lishingiz mumkin. Men oilamni oldida o'tirsam, oilamni kim boqadi? Meni xotinim boqadimi yo siz oilangiz oldida o'tirsangiz, sizni xotiningiz boqadimi oilangiz, akajon? Misol uchun har bitta erkakni noni ko'chada, misol uchun-da. Siz tasavvur qiling, 20 yoshingizgacha uydagilar oldida o'tirdingizda, keyin misol uchun yana 20 yoshingizgacha uydagilar oldida o'tirdingiz, 40 yosh bo'ldingiz. 40 yoshdan keyin chet elga ishlagani ketdingiz. 80 yoshda qaytib kelyapsiz, yo bir 60 yoshda qaytib kelyapsiz. O'shaning uchun bir 30 yoshgacha, 35 yoshgacha bosib ishlab oling, bo'ldi, keyin uydagilar yonida bo'larasiz. Tushunasizmi? O'shaning uchun biz hozir safardamiz, umumiy safardamiz, ish bo'yicha ham, sayohat bo'yicha ham. Eng katta qilgan xatoyim bo'lgan bo'lsa ham, men u narsaga afsuslanmayman, chunki u narsalarni o'ylamayman, даже o'ylab ham ko'rmaganman, qanaqa eng katta xatoyim bo'lgan. Prosta tak o'sha xatoni qildimmi, kelasi safar o'sha xatoni to'g'rilashligiga va qilmasligiga harakat qilaman. Bo'ldi, shu narsa menda. Menimcha, qaysi viloyatdansan degan savolga faqat Adlan ikkalamiz bitta javob beryapmiz. Muhim O'zbekistonlikmiz akalar. Biz viloyat ajratish, mana shu narsalarni juda ham yomon ko'ramiz. Qalban hammamiz birgamiz, O'zbekistonlikmiz. Sen u yoqlisan, sen bu yoqlisan degan gaplarga biz juda ham qarshimiz, Adlan ikkalamiz. O'shaning uchun O'zbekistonlikmiz akalar. Agar O'zbekistonda bo'lganimda qaysi viloyatdansan deb so'raganinglarda men Surxondaryolikman deb aytardim. Shu. Muhim O'zbekistonlikmiz bo'ldi akalar, shu narsa. O'zbek deb qabul qilinglar, shu yetadi bizga. Xudo xolasa rekord tugatganimizdan keyin 1,5 oyda tugatamiz. Keyin O'zbekistonga sira samolyot uchib boramiz. Xudo xolasa o'zimizning boshqa yana bir katta proyektimiz bor. O'shani yo'lga qo'yamiz. To'xtab qolish yo'q. O'zbekistonga borib dam oladigan bo'lsak, uzoq 3-4 kun dam olamiz. Keyin o'zimizning maqsadimiz sari yo'lga chiqib ketamiz. Men maqtanmayman, lekin biz chiqishimizdan oldin juda ham ko'pchilik bizga ishonmagan, даже o'zimizning yaqin og'aynilarimiz o'zimizga ishonmagan. Orqamizdan bir ikkita gaplar ham qilishgan. Umrlari uzoq bo'lsin. Adlanda ham, meni ham juda ham bir yaqin, bunday yuzimiz ko'radigan insonlarimiz ham orqamizdan gap qilishgan. Bular даже Polshadan chiqa olmaydi deyishgan. Chunki bu juda ham bir imkonsiz narsa. O'zbekistonda yuraverasizlar, boshqa joyga boraverasizlar, lekin Yevropa bir juda ham bir muammo narsa. Har tarafdan ham muammo narsa, pulinglar bo'lsa ham. O'shaning uchun ko'pchilikning orqasi ham, oldi ham chidamagan bu narsaga, lekin chidolmaydi ham. Даже o'zimiz ham ba'zida mana shunaqa bo'lib ketamiz, lekin maqsadimiz borligi uchun oldinga boramiz. Boshqa o'zbeklar chiqmagan oldimizga juda ham ko'pchilik telefon qiladi, aka qancha pul ketadi, pulni o'zini eshitgandan keyin orqaga qaytadi. O'shaning uchun har tomonlama ko'pchilik qila olmaydi bu narsani.
Tojikistondanmi, Qirg'izistondanmi, Rossiyami, Ukrainami farqi yo'q. Afrikami farqi yo'q. Muhim o'zimga yoqqan qiz bo'lsa, iloji bo'lsa, meni dinimda bo'lsa, uylanaman, nimaga yo'q. Muhimi men nolda bo'lgan paytim men bilan yashashdan qo'rqmasa, любой время men bilan turib beradigan bo'lsa, chunki erkak kishini sindiradigan ham, tepaga ko'taradigan ham ayol kishi bo'ladi. O'shaning uchun farqi yo'q. Qatdan bo'lsa ham uylanardim. Davlatning farqi yo'q, rangning farqi yo'q, muhimi yoqsa bo'ldi. Shuncha mashaqqat uchun nimaga erishamiz? Moddiy tomondan hech narsaga erishmasligimiz mumkin. Lekin bir tomondan O'zbekiston tanidi. O'zbekistonga ikki o'zbek degan, Great degan nomimiz tarqaldi. Yana borgandan keyin undan ham zo'r bo'ladi. Insonlar hurmat qiladi. Chunki biz bu uchun harakat qilyapmiz. Lekin hech qanaqa bir moddiy tomonni o'ylaganimiz yo'q. Xudoga shukr. O'sha narsaga muhtoj ham qilmasin Xudoyimizni. Lekin u narsani o'ylaganimiz yo'q. Kuchli bo'ladigan bo'lsak, o'zimiz ham mentalni kuchli bo'lamiz. Keyin o'zimizga o'zimiz aytamiz: Abdulaziz, Adlan, sen shuncha yo'lda bosib o'tding. Qolgan narsa senga hech qanaqa ish emas. Ya'ni qolgan narsalarni, eng qiyin narsalarni sen uddalay olasan degan narsani o'zimizga o'zimiz isbotlaymiz. Bu biz uchun tarix bo'lib qoladi. O'zimiz uchun tarix yozamiz. Bundan keyin sayohat qilmaymiz. Ya'ni sayohat qanaqa bo'ladi? Mashinada bo'lishi mumkin yo boshqa narsada bo'lishi mumkin. Yurish bo'yicha sayohat bundan keyin bo'lmaydi. Bu birinchisi va oxirgisi bo'ladi. Sababi o'zimizning qanaqa maqsadimiz bor edi. O'zbekistonda ozgina bo'lsa ham boshqa joyga tanitish, Guinness rekordga kirish, o'sha narsa. Boshqa yurish bo'yicha sayohat bo'lmaydi. Chiqamiz, boshqa joylarga boramiz. O'zbekistonda bo'lmagan kontentlarni qilamiz. Xuddi amerikanskiy kontentlarni qilamiz O'zbekistonda ham. Ya'ni boshqa joylarga sayohatga chiqib, lekin piyoda bo'lmaydi bu sayohatimiz. O'zimizning boshqa proyektimiz bor bundan keyin. Yo, $1 million taklif qilganda sayohatni shu yerda to'xtatmas edik. Lekin agar $1 million deb beraman, xohlasang yur, xohlamasang yurma deydigan bo'lganda, o'sha $1 million olardik. Men bu beach sumkalarimiz, ya'ni isqir sumkalarimizni tashab olib, har kuni mehmonxonada dam olib, maza qilib ketardik. O'sha $1 million bo'lganda. Agar rekorddan keyin bizga hech qanaqa pul berilmaydi. Guinness tomonidan ham, boshqa narsa tomonidan ham. Misol uchun berilishi mumkin, qanaqadir bir agar o'xshasa Red Bull berishi mumkin, reklama bizga yoki qanaqadir bir kompaniyalar berishi mumkin. Biz chet ellik kompaniyalar bilan ishlashga qiziqamiz. Lekin hech qanaqa moddiy yordam yo'q bizga. O'shaning uchun hamma narsa o'zimiz yonimizdan. Biz tirik qolish bo'yicha karta qo'ymaymiz, boshqa narsa qilmaymiz. Tirik qolish bo'yicha o'zimiz shunchaki isbotlab beramiz. Qanaqa bo'ladi bu, nima bo'ladi bu. O'zi borishimizga misol uchun juda ham oz vaqt qolganda har xil insonlar chiqishni boshlaydi. Misol uchun yordam beraman, reklama beraman deb o'shanda hammasiga tupurganimiz bor.